Mana shu obyektimizda biz mikroklimat ishlarini bajarib beramiz. Mikroklimatimiz umumiy hisobda 200 ta saplov bo'ladi, 200 ta sepkichi bo'ladi. Katta motordan o'rnatilgan. Bundan tashqari mana bunaqa konstruksiya qildirdik. Chunki boshqa qo'yishga joy bo'lmagani uchun o'zini kitobchasida instruksiyasi bo'ladi. Bu o'zini mana shu sepkichi bo'ladi. 1 soatda 1 litr suv rasvod qiladi. Muammo buni moyini quymaslik. Radiatorni krantlar bilan qo'yganmiz, filtrga ulaganmiz. 2805A bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Keyingi obyektimizga keldik. Mana bu obyektimizda Salovatda joylashgan bo'ladi. Mana shu obyektimizda biz mikroklimat ishlarini bajarib beramiz. Uni tushuntirib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda tapchanimiz bo'ladi. Qo'limiz dimiq ketgan ekan, hozir mana ish jarayonlari. Mana shu joyga biz mikroklimat qo'yib berishimiz kerak ekan. Xo'p, mikroklimatimiz umumiy hisobda 200 ta saplov bo'ladi, 200 ta sepkichi bo'ladi. Katta motordan o'rnatilgan. Bundan ko'zlanayotgan maqsad qo'lini salqin qilib berish, issiq ekan. Yana bitta ma'lumot sifatida aytib o'taman. Hozir mikroklimat qilib bo'lganimizdan keyin mana shu joyga biz umumiy hisobda soya setkasini tortmoqchimiz. Soya setkasi tortiladi va umumiy hisobda bu yoq salqin bo'lib qoladi. Mana ko'rishingiz mumkin, ekinlarga ham quyoshni jazirama issiqlari ta'sir qilmaydi, bemalol yaxshigina ekin bo'ladi. Endi bu yoqda qilishimizdan maqsad boya aytib o'tdik, soya. Bundan tashqari mana bunaqa konstruksiya qildirdik. Chunki boshqa qo'yishga joy bo'lmagani uchun temirdan konstruksiya yasab turib, tros bilan tortib, umumiy mana shu joyimiz 16 ga 16 metr bo'ladi. Mana shu yerda biz 200 ta saplovni joylashtirishimiz kerak ekan. Yana bitta ma'lumot bilan aytaman. Mikroklimatimiz Wi-Fi bilan ishlaydi. Wi-Fi bilan ishlagani uchun bizga uni qo'ldan o'chirib yoqish shart emas. Mikroklimat o'rnatilayotgan ukalarimiz agar o'rnatmoqchi bo'lsa, o'zini kitobchasida instruksiyasi bo'ladi. Yo'riqnomasida qanday qilib mikroklimatni o'rnatish. Endi bu yerda boltlik holatini ko'rsatgan, bizda undan osonroq varianti bor. Mana bunaqa holat. Bu komplektda chiqadigan narsa yoki alohida sotib olsangiz bo'ladi. Endi qarang. Bu o'zini mana shu sepkichi bo'ladi. Mana buni olasiz, unga qotirib qo'yasiz. Mana shu saplovimiz 15 ga 10 saplovimiz, mana ko'rishingiz mumkin, 15 ga 10 yozilgan. 15 ga 10 saplovimiz 1 soatda 1 litr suv rasvod qiladi. Endi kimgadir agar hisob-kitobni qilaman deydigan bo'lsa. Endi ko'p kishi aytadiki, bundan suv oqib qolmaydimi? Yo'q, suv oqib qolmaydi agar to'g'ri montaj qilsangiz. Agar siz bu umumiy uzun mana bunaqa rulonda keladi shlangalarimiz, biz 1 metrdan kesib olganmizda, endi agargina mana shu holatda tiqadigan bo'lsak, bu ichidagi rezinkasiga salyanga shikast yetkazadi. Buning uchun instruksiyada ko'rsatilgandek, buni oddiy qalam qirg'ich bilan nima uchini yonib olishimiz kerak ekan. Mana bizda ham bor shunaqa narsa. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yonamiz. Bu konus sifatga aylanadi. Konus sifat bo'lgandan keyin buni bemalol nima qilib joyiga joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Bo'ldi, bu ichiga kirgandan keyin mana tortsangiz ham chiqmaydi. Обязательно buni o'rnatganingizdan keyin o'zini slivnoy bo'ladi, to есть suv chiqaradigan joyi bo'ladi. Mana shu joyga siz mayda shlanga bilan kanalizatsiyaga yoki agarodga suvni oqizib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ukalarimiz, akalarimiz tomonidan bo'layotgan muammo buni moyini quymaslik. Mana o'ziga yopishtirilgan stiker bo'ladi. 15 ga 40 moyini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi 15 ga 40 moy bo'lgandan keyin o'rtacha hisobda qanchada buni moyini almashtirishimiz kerak. Agar siz buni har oyda almashtira olsangiz moyini, bu juda yaxshi bo'ladi, motoringiz yaxshi ishlaydi. Agar siz moyini almashtirmaydigan bo'lsangiz, kompressordagi moy suvga o'tib qoladi. Saynaklardan suv o'tib qolib, buni keyin remont talab bo'lib qoladi. Mana shunaqa holatlar. Yana bitta aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Qaysi joylarda suv, oqova suvimiz tuz miqdori ko'p bo'lganligi sababli mana shu saplovning uchi nakibga to'lib qoladi. Nakibga to'lgandan keyin u sepmay qoladi yoki yomon sepib qoladi. Ana shuning uchun обязательно imkon qadar buni filtr bilan o'rnating. Mana bu joyda ham ko'rishingiz mumkin. Nasosga borayotgan joyi mana shunaqa filtrlar o'rnatganmiz. Mana bu oddiy radiatorni kran. Radiatorni krantlar bilan qo'yganmiz, filtrga ulaganmiz. Nima uchun? Umumiy hisobda mana ikkitala krantni yopadigan bo'lsak, biz bemalol ikkalasini yopamiz, bemalol ichidagi kartrijlarni almashtirishimiz mumkin bo'ladi. 2805A bo'ladi. 3 kilovatlik ichida motori bo'ladi. 220 ga ishlaydi, 50 Hz
1400 оборот minutiga bo'ladi. Suvni rasxotini oladigan bo'lsak 15,4 litr minutiga bo'ladi. Bu xonadonimizga qo'yib bergan mikroklimaimiz an'anaviy tarzda ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Knopkani bosib yoqish yoki telefonga ulanish bilan telefondan boshqarsa ham bo'ladi. Xo'p, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozir ilovani o'zini ko'rsataman. Mana bunaqa o'zining ilovasi bor. Ilovaga kirasiz. Biz qo'shib qo'yganmiz. Mikroklimat nomini kirdik. Endi agar yoqmoqchi bo'ladigan bo'lsak, yoqamiz. Mikroklimatimiz yondi. Umumiy hisobda necha minut ishlaganini ko'rsatib turadi. Motochasini bu nima uchun kerak bo'ladi? Ichidagi motorning ichidagi moyni almashtirishimiz uchun. Mikroklimatni yoqdik. Mana ko'rishingiz mumkin, ishlab turibdi. Xohlasangiz timerga qo'yib ishlatsa bo'ladi, xohlasangiz o'zidan o'chirib yoqsa bo'ladi. Hozir mana o'chirib qo'yamiz. Mana telefondan boshqarsa bo'ladi. Mikroklimatimizni tepaga qo'yganmiz. Kimdir aytishi mumkin, tepaga chiqib kim yoqib o'chiradi? Yo'q, uni tepaga chiqib yoqish shart emas. Telefondan birgina Wi-Fi bo'ladigan bo'lsa, telefonga bog'lab, telefondan boshqarish imkoniyatini beradi. Sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Romaga murojaat qiling.